Mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy buyuk ona siymosi, mo'tabar ayol zotini ulug'lab, ularning baxt saodati yo'lida barchamizni fidokor bo'lishga da'vat etganini bekor emas. Malikaning javoblari chiqadigan kuni o'sha olimpiadaning natijalari e'lon qilinadigan kuni boshqa yoqda o'zim ishdaman, lekin xayolim o'sha tomonlarda, qizim olimpiadaga ishtirok etayotgan tomonlarda bo'lyapti. 55 ta davlatning ichida mana 300 ga yaqin qizlar qatnashibdi. O'shada qizlarimiz 2 ta bronza, 1 ta kumush medal bilan keldi. Bag'oyat xursandmiz. Я очень горжусь своей сестренкой. Она не просто умный человек, такая невообразимо умная. Блин, что за... Короче, Qizimning shu medalni qo'lga kiritishiga ishonardim, lekin hech kimga ayta olmasdim. Endi farzandga tarbiya berishda ota-onalarning roli katta bo'lib hisoblanadi. Malika qizimizni birinchi sinfdan beri o'zi qiziqqan matematika, tansivalniga ham qatnagan, har taraflama o'zini urintirib ko'rgan. Shular ichida informatikaga, matematikaga degan qiziqishi ko'proq bo'ldi. Девушка с таким большим, огромным сердцем. Она, можно сказать, маленький гений с огромным сердцем и любовью ко всему, что она делает. Bu narsalarni, bunday hayajonni, mendagi bo'layotgan o'sha kechinmalarni har bir ota-ona his qilishni istayman. Farzandlaringizni o'qiting, farzandlaringizga har doim motivatsiya bering. Shunaqa olimpiadalar davlatimizda shunday imkoniyatlar yaratilganki, har qanday olimpiadalarga, xalqaro olimpiadalarga ishtirok etish imkonini beryapti. Bu yoshlarimiz uchun katta imkoniyat. O'z iqtidorini, davlatimizning har bir yoshining hech bir davlatning yoshlaridan kam emasligini isbotlash uchun imkoniyatlar berilayotgan ekan, har bir ota-onaga aytardimki, shunday hayajonlarni sizlarga ham nasib qilsin his qilish. YouTube'da deb eshitganimizda oyisidan birinchi eshitdim. Mana o'zimni nima deydi, ishda edim. Nima qilayotganimdan bilmay qoldim. Keyin o'zi rasmlarni ko'rgandan keyin o'zimni sal bosib oldim. Мы верили, что она придет с медалью. Она, одним словом, человек, который добьется всего, что она захочет, потому что у нее в сердце есть в этой надежда, и она всегда делает упорную работу, чтобы достичь своих целей. Sening Kosovadagi olimpiadaga, qizlar olimpiadasida ishtirok etishing men uchun, mening tug'ilganim uchun sovg'a deb aytgandim. Shu payt qizim meni to'g'rilab, "Yo'q, oyi, men Kosovaga boraman va sizning tug'ilganing kuningizga medal bilan kelaman. Sizning bo'yningizga osaman o'sha medalni" deb aytganda, shu niyatiga erishdi. Aeroportdan tushdi-yu, bo'ynimga o'sha medalni osib qo'ygan paytda o'sha gapi mening esimga tushdi. Respublikamizdagi barcha qizlarni ham shu bugungi qizlarimizdek bo'lib, chet ellarga borib, o'qib kelishga hamma imkoniyatlar bor. Bunga faqat podдержка kerak, motivatsiya kerak, birinchi kelda ota-onalar qo'llab-quvvatlash kerak. Я ее очень сильно люблю, и ее победа, бронза, которую она принесла, это не только ее личная заслуга, это такая большая гордость нашей семье, нашим друзьям и, в первую очередь, нашей стране. И я желаю ей в будущем таких же побед, даже больше, чтобы она всегда была рада тем, чем она занимается, и гордилась собой, потому что всегда мы будем гордиться ею.